kecha bitta klient oldimda qo'rqdim borku. Bilasizlarmi, men qo'rqdim. Endi odamdachi ishlaversa, uni buni ko'rsachi qanaqadir vahima bosar ekanda. Yaxshi klient oldim kecha. Hozir sizga ko'rsataman shu klientni. Bilaman klient oldim. Klient mana 170 kilometrga hozir mana 170 kilometr yurdim. 2 soat 20 minutda bordim. Bu menga bergan pul, misol uchun 431. Klient to'lagan puli mana 637. Shu pulni klient to'ladi. 637 zlot. Bu so'mda hozir paysentga kirayman. Hozir bir daqiqa. O'tkazmalarni ko'rsatmay turaman. Mana paysentda 637. Bu degani pasti 2 millionga yaqin pul. 170 kilometrga ketdim men. Mana zakazga Varshavadan Lyublinga ketdim. Klient olganda Ukrain bola ekan. Bu Ukrain bola aytyapti mana. Telefonimni qo'yib qo'ying. Bir 23 yoshli bola atrofida. Bu bola aytyapti menga, qaytishga olib kelib qo'ya olasizmi dedi. Menga aytdi men unga keyin aytdim. Mayli olib kelib qo'yaman dedim. Applikatsiyaga добавить qilasanmi desam, u aytdi, xohlasang 600 zlot mendan olyapti dedi. Отказ qilamiz dedi. Applikatsiyani o'sha pulni senga beraman, qaytishimga ham beraman. Necha pul berasan desam, общий 1000 zlot beraman dedi. Men aytdim, yo'q mayli dedim, отказ qilmagin dedim. Men seni mana shu applikatsiya bo'yicha olib qo'yaman dedim. Qaytishingga mayli naqd bera qoldim. Qancha kutaman desam, bir 25 minut ana qilasan dedi. Kutasan dedi. Bo'pti mayli dedim. 25 minut kutarkanman dedim. Keyin bitta ryukzaki bor bu bolani. Boshqa narsasi yo'q. Ketdim, keyin olib tashladim. McDonald'sda tushdi klient. Hozir men dedim, "Sana qilgin" dedim. "Kirib chiqguningcha men shuni zapravka qilib chiqaman" dedim. U yerda bo'pti dedi. Shuna McDonald's orqa tarafida ekan, devor ekan zapravka. Shu zapravkaga kirishim bilan bu bola bo'ldim dedi. Keyin yana menga shubha qilib, yana narkotika tashlamayaptim. Bu dedim, nimaga dedim, shuncha joyga kelyapti dedim. 5 minut gaplashmaydi davomli. Ishni qilmasdan dedim, yana qaytyapti dedim. Cho'ta anaqa qo'rqyapman-da borku, olaymi bu klientni, olmaymi deyman bir. Cho'chidim-da borku, konкретно yomon cho'chidim. Puli zo'r beryapti. Misol uchun pasti 400 zlot beryapti, u ham 100 dollardan oshiq pul. O'zi shu yoqqa pustoy qaytaman borku, bu yoqqacha o'sha territoriyada menga klient bermaydi, zakaz bermaydi borku. Keyin o'yladim, nima qilaganimni, bo'pti dedim, tavakkal dedim, ketdim. Shu bilan olib ketdim shu klient, Xudoga shukr, eson-omon bordim joyiga, pulini berdi. Chunki tushganda 600 ni beruvdi, borganimdan keyin 400 ni beraman deb, bo'pti, mayli dedim. Shunga bu yerda ko'ryapman-da, narkomanlar ko'p, anaqa tashiydiganlar ko'p, narkotika. Shunga o'ta ehtiyot bo'lish kerak. Nobodo nimadir bo'lib qolsa, qamaydi mana borku. Bez applikatsiya olib ketyapman, buni sherigimi bundoq qarasa, anaqasi shunaqa bo'lib qolaman-da. Shunga sizlarga iltimosim, shopirlar riskni kamroq qilinglar, ehtiyot bo'linglar. Chunki anaqa pul topish oson.
nu mamlaqa anaqa hayotda mamlaqa narsalar ham bo'lib turadi. Arzimagan pul uchun odamlar qamalib ketishi mumkin. Chunki 3 yil oldin bitta o'zbek bola qamalgan edi. 8 yil esimda bor edi. Bu bola o'zini mashinasi bo'lgan, Corolla'si, taksida ishlardi. Raz bitta odam ish bor dedi, bizada dedi, odam tashiydigan odam kerak deganda. Mana shunaqa bitta joyga bez aplikatsiya tashiysan, Polshadan Germaniyaga. Arzimagan kilometr misol uchun. 300-400 kilometr. Har 4 ta odam tashiysan, har bittasiga $500 beraman dedi. $2000. Bitta reys qildi, $2000 oldi bu odam. O'zbek odam. Keyin yana bor dedi, 4 ta odam dedi. O'shani yana Germaniyaga olib tashlash kerak. Dokument yo'q dedi, bularni ham dedi. Bo'ldi dedi. Endi 2000 oldi-ku. O'sha bir kunga qolmay, o'sha 2000 yesdi. Keyin bo'ldi dedi, olib ketdi, bu bola qaytmadi. Keyin bizga xabar kelyapti, bu bola qamaldi, 8 yilga qamab yuborishdi. Noqonuniy odam tashiyotgan uchun. Chunki Germaniya bilan Polsha oldi, chegara yo'q. Hozir endi qilyapti deyapti-yu, oldin anaqa yo'q edi. Xolasi tekshirardi, 1000 tadan bittasini tekshirardi, tekshirsa agar. Endi postlar ko'p, bir xil postlarda tezroq tekshiradi. Men o'tadigan postda unaqa tekshirmaydi, ko'chada ham turmaydi ular, pogrankalar. Shunaqa bo'lgan ish qilib shu bola qamalib ketgan mana shunaqa ishi uchun. Shunga endi ehtiyotdan tanish-manishinglar bo'lsa, taksida ishlaydigan iloji bo'lsa, anaqa riskovat qilmasin. Shahar ichida ham ko'p bo'ladi. Men ham bu yerda bilaman, narkotikalar qayerda sotishini, anaqa qilishini, joylarini bilaman. Nu shu joylarga klient bo'lib qolsa, klientlar birinchi bo'lib aytadi, bez aplikatsiya olib ketasanmi deydi. Shu bez aplikatsiya olib ketasanmi desa, men shu bilaman, shu bu shunaqa narsa olib ketadi o'zi bilan. Men aytaman, yo'q deyman, ikkinchi klientim bor, kutyapti deyman. Bir xil o'zbeklar oladi, menga aytadi, "Ovurmaysizmi, farqi bor, hech narsa bo'lmaydi-ku" deydi. Yo'q, hech narsa bo'lmaydi emas, u bitta qo'lga tushgandan keyin biladi ular nima bo'lishini. Shunga o'ta ehtiyot bo'lish kerak. Tanishinglar bo'lsa, aytib qo'yinglar, ehtiyot bo'lib yursin. Shunga shunaqa gaplar.